Assalomu alaykum. Bu o'sha hamma kutgan video, ya'ni amerikanskiy aksiyalarga qanday qilib investitsiya qilish bo'yicha va ularga hisob raqam ochish bo'yicha bo'ladi. Xo'p, bu videoda men tezda, ya'ni brokerdan hisob raqam ochishlik uchun ma'lumotlar to'ldirib ketaman. Shunchaki shu ma'lumotlarni menga o'xshab, ya'ni ortimdan qaytarib to'ldirsangiz, sizga aynan Interactive Brokers, ya'ni dunyo bo'yicha birinchi o'rinlarda turadi. Hisob raqam ochishligingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu sizning shaxsiy, haqiqiy hisob raqam bo'ladi. Demak, ketma-ketlik. Buning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Sizga birinchi o'chirda fuqarolik pasporti yoki ID kerak bo'ladi. Ikkinchisi, agar sizda pasport bo'ladigan bo'lsa, manzil ma'lumotnomangiz kerak bo'ladi va buni bemalol my.go.uz dan olishligingiz yoki-da o'zingizni viloyatingiz, o'zingizni tumaningiz qayerda bo'lsangiz, yagona darcha yoki-da davlat xizmatlari markazi degan joylar bor. Shu yerda manzil ma'lumotnomangizni elektron ko'rinishda olishingiz mumkin. Bizda esa ya'ni shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni elektron holatda. Bu nima uchun kerak? Biz ma'lumotlarimizni yuklaganimizdan keyin tasdiq so'raydi. Aynan shu tasdiqlash uchun shu dokumentlarni yuklashingiz kerak. Demak, men boshladim. Kuzatib borib, orqadan davom ettiramiz. Demak, birinchi biz aynan interactivebrokers.com saytiga kiramiz, mana boshqa narsalar uchun. Yoki-da ibkr.com deb yozsangiz ham chiqadi. Xo'p, yozganingizda bizda login va open account turadi. Agar sizda ruscha, ya'ni rus tilida turgan bo'lsa, ingliz tiliga o'zgartirib oling. Sababi biz ingliz tilida davom etamiz. Ya'ni ba'zi atamalar turli xil bo'lib qolsa, tushunmay qolmasligingiz uchun. Account ochib start application. Ya'ni applikatsiyani boshlash. Xo'p, boshlashimiz uchun esa bizga mana bu yerda ruskiy turibdi, shuni mana inglizkiga o'zgartirib olsanglar, sizlarga tushunish yana ham osonroq bo'lishligi mumkin. Yoki-da ruschada davom etsak ham umuman farqi yo'q. Xo'p, Gmail sizda tayyor turishligi kerak, sababi biz Gmaillar bilan to'ldirganimizda kod orqali tasdiqlash kerak. Birinchi bizga mana elektron pochta yoki Gmail, email farqi yo'q. To'ldirishingiz kerak. Va biz yozdik. Ikkinchisi username, nimadir ism. Instagramdan foydalanuvchilar bu narsani juda yaxshi tushunadi. Biz esa bu yerda mana Said Komil 7 raqamini yozamiz. Hech kim yo'q mana. Pastga parol. Parolingiz shunaqa bo'lishi kerak. Username bilan bir xil bo'lmasin. 8 tadan 40 tagacha harf bo'lsin. Bitta eng kamida letter va bitta, ya'ni bitta harf yoki-da raqam aralashgan bo'lishi kerak. Buni xohlagancha qo'yishingiz mumkin. Xo'p, biz ham qanaqadir hozir yani biz ham qanaqadir parol qo'yapmiz. Xo'p, pastga xuddi shu parolni qaytarib yozsangiz, ya'ni konfirmatsiya qil deyapti. Ya'ni o'sha parolni qaytarib shu yerga yoz. To'g'ri kelmadi deyapti. Yani bir xil yozishimiz kerak. Mana endi tushdi. O'zbekiston, все, create account, ya'ni account ochishni boshlash. Buni saqlanib qo'ysanglar ham bo'ladi. Va ikkinchi bosqichga o'tganingizda mana sirazi confirmation so'raydi, ya'ni emailni tasdiqlash uchun. Mana bu yerga kod kiritsangiz bo'ladi. Mana bizda bu yoqda kod keladi. Yangilaymiz. Shu yerdan kodni olib kiritishimiz kerak. Kod kelguncha biz davom etib turamiz. Keyingisi pastroqqa tushganingizda account turini tanlang, individual. Siz hech qanaqa retirement yoki-da ikkita account egalaridan foydalanmaymiz, ya'ni shaxsiy account ochish. Va applicationni boshlaymiz. Ya'ni tilni kiritdik, ingliz tili, rus tili, umuman farqi yo'q. Xo'p, Gmail tekshirib qo'yamiz. Agar SMS kelgan bo'lsa, biz buni to'ldirib qo'yishimiz kerak.
Xo'p, agar kelmaydigan bo'lsa, bizda spamlarning ichida qarab ko'rsanglar bo'ladi. Spamlar ichida bo'lishi mumkin. No, hali kelmabdi. Gmail bir xilligini tekshiramiz. saidkomilabduvaliyev@gmail.com. Bizda qanaqa yozilgan edi? saidkomilabduvaliyev@gmail.com da shu yerga kelish kerak. Mana resentni bosamiz, jo'natib yuboradi. Kelsa bu yerdan tekshirib kiramiz. Xo'p, ungacha biz yana ma'lumotlarni to'ldirib turamiz. Mister pasport ma'lumotlaringiz bilan iloji bo'lsa bir xil bo'lsin. Ya'ni ism familiya yozayotganingizda first name xohlasanglar katta bilan Abduvaliyev. O'rni almashib qolsa ham farqi yo'q buni. Middle name shart emas. Said Komil bir xil. Adresinglar agarda sizlarda dokument bo'ladigan bo'lsa, bir xil yozilishi kerak. Mana bu PDFdagi o'xshab. Ya'ni shu yerdagi manzil to'g'ri yozilishi kerak. Mana Andijonskiy oblast, Xo'jaobodskiy rayon и shu. Mana bu yerga adresni yozdik. Xo'p. Ikkinchi adres shart emas, city ga yozasizlar. Andijon bizda. Sizlarda qayer bo'lsa o'sha Andijon. Pochta kodinglar ham o'zingizlarni tumaninglar yoki shaharinglarga moslab qo'ysanglar bo'ladi. Va nomer yozishimiz kerak bu yerga bironta. O'zingizlar ishlatayotgan bironta nomerni yozsanglar bo'ladi. Tug'ilgan sana bu ham pasport bilan bir xil bo'lishi kerak. 23.03 23 aprel bo'ladi 4-oy va 2-yil. Okey, ma'lumot to'ldirildi. Marshall, ya'ni uylangan bo'lsangiz uylangan, bolaning 3 ta bolasi bor. Okey. Ya'ni soliq to'laydigan nomeringiz bo'ladi. Buni ishxonangizdan yokida veb-sayt orqali olsangiz ham bo'ladi. Lekin yokida shunchaki pasportingizni 14 talik pastda raqami bo'ladi. Shu raqamni kiritsangiz ham bir xil ishlayveradi. Ikki 14 ta sanab chiqish kerak. Okey. Xo'p, undan pastda yana nima so'rayapti bizdan? Shaxsni nima bilan tasdiqlamoqchisiz deyapti. Dokumentni ID bo'lsa ID, bizda pasport, shuning uchun pasport belgiladik. Pasport nomeri so'rayapti. Ya'ni pasportinglar AB, AC shunaqa bilan boshlanadigan belgilanglar. Agar bizda ko'rinmayotgan bo'lsa, biz shuni yozyapmiz. Tugash sanasi, expiration date 25.04.2029. Yana aprelda tugaydi ekan va 2029-yil. Ish joyingiz. Bola aytaylik, siz o'zi umuman ochmoqchi bo'lsangiz, muammolar bo'lmasligi uchun trader yoki student yoki self employed hammasida dokument so'raydi. Trader.comda dokument deyarli so'ramaydi ish joyidan. Income'dan, ya'ni daromading qayerdan desa income'dan va aytaylik dividendlardan olaman deb qo'ysangiz ham bo'ladi. Yoki market investment trading.
Bularni keyinchalik o'zgartirsangiz bo'ladi bu ma'lumotlarni. Shuning uchun qo'rqmasdan ochib olish uchun belgilang. Iloji bo'lsa boshidan to'g'risini belgilasangiz, kattaroq deposit qilishingiz va shot ochishingiz unchalik muammo bo'lmaydi. Account dollarga account, ya'ni yevroda har xil akkauntlar ochsangiz bo'ladi. Ya'ni pul tushirganingizda. Va 3 xil savol so'raydi. Bu savolni eslab qolinglar, rasmga olinglar, biron joyga bekitib qo'yinglar. Xohlagan bitta savol, misol uchun yoshlikdagi qahramoningiz kim deyapti. Mana bu bolaniki kim misol uchun o'zi bo'lgan ekan yoshlikdan qahramon. Ya'ni o'zingiz ismingizni yozib chiqsangiz ham bo'ladi. Ikkinchisi eng yoqtirgan qo'shiqchingiz mana. Yoqtirgan qo'shiqchisi bolanikini men bilaman-da. Kim edi? Xo'p, Ozodbek Nazarbek. Ozodbekni o'zini yozib. Ya'ni bu prosta kim bo'lsa yozsangiz bo'laveradi. Keyingisi eng yaxshi ko'rgan kinoingiz. Misol tariqasida kinolar juda ko'p. Biron bir kino yozib qo'ysangiz bo'laveradi bu yerga. Misol uchun Farsaj deb qo'yamiz. Va keyingi bosqichga o'tasiz. Ya'ni 3 ta savolni qachonki akkauntingizni yo'qotganingizdan keyin so'raysiz, ya'ni telefon qilganingizda, sen shu 3 ta savollarga, ya'ni security question deydi. Bu narsalarga javob bersangiz, siz akkauntingizni yana tiklab berish mumkin. Farsajni belgilaganimizdan keyin keyingisiga o'tishimiz mumkin bemalol. Keyingi bosqichlar o'zi moliyaviy sizni holatingizni tekshiradigan bosqich, ya'ni akkauntingiz turi. Bizga Gmailga xabar kelmadimi? Tekshirib qo'yamiz. Yo'q, Gmailga ham xabar kelmabdi hali. Mojit o'zgartirishimiz mumkin. Boshqa Gmail qo'yib ko'ramiz ochishlik uchun. Ya'ni change email address, ya'ni siz agar SMS kelmaydigan bo'lsa, boshqa email adres qo'yib ko'rsangiz ham bo'ladi. Demak, akkaunt turimiz bizda cash account, ya'ni nima farqi bor cash bilan marginda? Marginda sizga qo'shimcha $1000 bo'lsa, $5000 savdolarga ruxsat berib, buni o'rniga ribo qo'shib olishlik ehtimolligi bor. Shuning uchun cash account bu haqiqiy o'zingizning pulingga qilinadigan account degani. Yillik o'zingiz foydangiz, toza boyligingiz haqida ma'lumotlar, bularni iloji bo'lsa kamrog'ini belgilanglar yoki agar dokumentalni belgilay olsangiz, o'zga mosini, ya'ni o'zingiz haqiqatda topadigan rostini belgilasangiz, yana ham yaxshi. Ya'ni keyingisini gross belgilaymiz yoki-da profits, tradingdan pul topish yoki akkaunt o'stirish. Faqat bizda aksiyalar bor, hech qanaqa options yoki boshqa hech nima qo'shmaymiz. Aksiyalarda 1 yillik experience, ko'proq trade va yaxshi bilimga egaman deb belgilasangiz, ochilishda unchalik muammo bo'lmaydi. Kontraktlar menga shart emas, shuning uchun o'chirib qo'ydim. Bularda yes bosib qo'yasiz yoki nolligicha tursa ham sizga umuman zarar qilmaydi. Okey. Bizni qayerdan topding deyapti. Agar pastdagi linkdan orqali kirsangiz, referalka orqali referalkani bosing yoki-da shunchaki o'zim istab topdim desangiz ham bo'ladi. Yoki-da seminar orqali topdim desangiz ham bo'ladi. Mana search, ya'ni o'zim izlab topdim. Xohlagan birontasini belgilang. Hop, belgilaganingizdan keyin yana continue davom etamiz. Biz bozor yopilgan vaqtida zagruzka berayotganligimiz uchun sekinroq ishlayapti. Sababi broker veb-sayti shunaqa tuzilgan, ya'ni qiylanishi mumkin. Boshida ko'rgan bo'lsanglar, sariq yozuvda chiqqan edi. Bizda hozir ish vaqtimiz emas. Agar jiddiyroq ishing bo'lsa, ertaga bizga taklif qil degan jumla. Va oxirgi bosqichda sizda so'raladigan narsa shunchaki ma'lumotlaringiz ko'pini tasdiqlash va soliq to'lash bo'yicha bo'ladi. Mana bittasi, men ya'ni O'zbekiston, ya'ni pastdagi davlatda rezidentman, ya'ni fuqarosiman. Men senlarga soliq to'lamayman degan narsa. Bu bosqichda siz shunchaki ma'lumotlaringizni tekshirib, siz bu davlat rezidenti emasligingizni, ya'ni soliqni to'lamasligingizni O'zbekistonga belgilab qo'ysangiz, hech qanaqa soliqlar bo'yicha muammo bo'lmaydi. Bularga roziman kontraktlarga deysiz va oxirida o'zingizni ism familiyangizni qaytarib yozsangiz, bu sizni titlingiz, ya'ni nima deydi, dastxatingiz bo'ladi.
yer qo'shiladi va continue deb bosasiz va so'nggi bosqich qoladi. Shunchaki ma'lumotlaringizni tekshirib chiqish va dokumentlarni yuklash. Ma'lumotlar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, mana Gmaildan haligacha xabar so'rayapti. Biz Gmaildan SMS kiritmagan edik. Change Gmail qilib kelinglar, Gmailni biz o'zgartirishga harakat qilamiz. gmail.com saytiga kirib, mana biz SMS olishimiz kerak. Mana shu akkauntni Gmailni kiritib ko'ramiz. Oxirida faqatgina 7 qo'shilib qolgan. Bu yerda mana ko'rib turibsiz, akkauntingizni hisob raqamini to'ldirish. Buni ham o'rgataman. Keyingisi adresda yokida o'zingizni shaxsni tasdiqlash uchun dokumentlaringizni yuklashingiz kerak. Bizda ikki xil yo'l mavjud. Shunchaki dokument fayl sifatida yuklashingiz mumkin yokida telefon orqali QR koddan foydalangan holda yuklashingiz mumkin. Sizga maslahat berardim, QR koddan foydalaning, tezroq, samaraliroq ishlaydi. Mana bu yerda mana QR kodni shunchaki telefonda ochasiz. Telefonni kamerasiga kiramiz va QR kodni mana skanerlaymiz. QR kod skanerlaganingizda sizni ko'rib turganingizdek veb-saytga yo'naltiradi. Bu veb-saytda sizga o'zi aytadi: start, tasdiqla, continue, ruxsat ber, kameraga hamma yoqqa ruxsat bersangiz va pasportingni skaner qilamiz deydi. Ya'ni shunchaki pasportni birinchi betini, ya'ni rasmingiz bor sahifani skaner qilishingiz kerak. Okay, skaner qilamiz. Skaner qilganingizdan so'ng ikkinchi bosqich o'zingizni, ya'ni yuzingizni ko'rsatishingiz kerak. Ya'ni shunchaki nima deydi, Face IDdan o'tishingiz uchun. Ikkinchi bosqichdan o'tamiz. Ya'ni mana shunchaki yuzingizni skaner qilsangiz, bu tasdiqdan o'tadi.